Qaysi ma'no? Hangi yo'lga sanalasiga bitta. Masagasi bilmayman, qara bir. Birinchi parti jim o'tirlaring. Hozir chiqarib yuboraman hozir asamga tesalaring. Va jim o'tirlaring, oxirgi parti, birinchi parti. Chavtoy bossalar. Chiqarib yuboraman. Oxirgi marta oldimdan turaman. Tushunadi? Birinchi parti chiqib ket. Birinchi parti chiqib ket. Ha, jinni qiladi. Jinni sinf ekan bu. Kiring. Eshitaman, nima ishingiz bor edi? Zamirочка. Bu yana nima? Bu ishq. Yana boshlayapsan. Qanaqa ish? Ishdagi ishq. Bayramga hali ancha bor, ket. Eng latofatli, eng sevimli direktor uchun sabab bo'lish shart emas. Bor ishingga dedim senga. Bor. Chiroyli bo'lgan. Assalomu alaykum. Assalomu. Alaykum. Ani baqaloq ustoz ekan ustoz. Anchadan beri jonim tegib ketdi. O'zi bugun keldi. Hammani majlisiga keldi. O'sha kelgandan beri xayollaringiz parishon, sizni ham kayfiyatingiz yo'q. O'zgarib qo'yasiz. Yana nima qilishim kerak? Qani aytib beringlar-chi maktab uchun. Stadionni kattaroq qilish kerak. Jasur bilan ikkalamiz sig'maymiz. Maza futbol o'ynayolmaymiz umuman. Rostdan ham sig'maymiz-ku. Xo'p, yana nima qilishim kerak ekan? Stol tennis ko'p turchasi yo'q. O'shani olib kelib bering. Pastda ovqatlanamiz, oshxonada pul so'rashyapti bizdan. Bepul bo'lsa zo'r bo'lardi. Sizlarga qo'yib bersam, maktabda ertadan dars bo'lmasa, dars o'rniga futbol o'ynasanglar, formasiz kelsanglar, o'qituvchilarning hammasini ishdan bo'shatib yuborsam. Shunaqami? Keyin anaqa ertalab 1,5 soat oldin unaqaga remont ketib pul yig'ilgandi. Hali ham remont boshlangani yo'q ekan. Tur yo'qonlaring darsga. Resepsiondagi gulmi? Gulni olib ketlaring. Ishida ham qolmabdi yo'q, shillar. Ishing bo'lmasa. Ba'zi vaqt o'zimni vashcha xunuk his qilaman-da, boru. Lekin o'rtog'im o'ylasam, ko'nglim ancha joyga tushadi.